Jannatga kirish uchun hojda bo'lish shart emas. Jannatga kirish uchun masjidda imomi yo muazzini bo'lish shart emas. Yo jannatga kirish uchun qora aka bo'lish shart emas. Svarshig ham, qassob ham, taksist ham, dehqon ham, doktor ham, melisa ham. Kim bo'lishdan o'qituvchi ham farqi yo'q. Zot ishlagan, nima bo'lgan, kim bo'lgan, qizig'i yo'q uni qiyomat kunida. Xudo Qur'onda aytadi: "Yawma la yanfa'u malun va la banun." Bu kun qiyomat kuni deydi, na puling, na bolang asqatmaydi deydi. Buning davom etadigan bo'lsa, mansabimiz, kuchimiz, qodi-qomatimiz, chiroyimiz, kim biz, nimamiz, pulimiz, abarotimiz, necha gektar bog'imiz bor, nechta furamiz bor, qiyomat kunida Xudo shuni aytadi. La yanfa'u deydi. Bir tillik foydasi yo'q deydi. Biz o'zbek tiliga olganda bir tillik foydasi yo'q degan. Illa man atalloha biqalbin salim deydi. Magar Allohning oldiga salomat qalb bilan borganlar shunda foyda topadi deydi. O'sha foyda beradi deydi. Nima degani? Salomat qalb degani desa, qalbi shirkdan, ya'ni Xudodan boshqasini Xudo deyishdan toza bo'lsa qalbi, kibrdan, birovlarga g'illa, g'ash, nafrat, hasad, kibrdan qalbi toza bo'lsa va amali shunga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda shu foyda beradi. Bu nima degani? Hozirgi jumada o'tirganimiz foyda beradi. Bepul vaholanki. Bomdod o'qidik, bepul shu foyda beradi. Subhanalloh bepul, alhamdulillah bepul, Qur'on eshitish bepul, Qur'on o'qish bepul. Assalomu alaykum bepul. Mana men sizlarga salom berdim. Sizlar alik oldilar. Birov pul so'radimi? Bepul. Lekin